Aziz do'stlar, bugungi o'tadigan mavzuyimiz oksidlar mavzusi. Ta'rifi: oksidlar deb biri kislorod bo'lgan, ikki elementdan tashkil topgan murakkab moddalarga aytiladi. Oksidlarning umumiy formulasi: biri element bo'lishi kerak, ikkinchisi kislorod bo'lishi kerak. Kislorodni valentligi 2 valentli. Elementniki enta desak, kislorodni valentligi element yoniga indeks bo'lib tushadi. Elementni valentligi kislorod yoniga indeks bo'lib tushadi. Shu oksidlarni umumiy formulasi. Shunga qarab oksidlarni tuzishimiz mumkin. Misol uchun natriy elementini olaylik va kislorod. Kislorod 2 valentli, natriy 1 valentli. Kislorodda valentligi natriy yoniga indeks bo'lib tushadi. Natriyda valentligi kislorod yoniga tushadi. Bir yozilmaydi. Kalsiy elementini olaylik va kislorod. Kislorod 2 valentli, kalsiyam 2 valentli. Teng bo'lganligi uchun pastga indeks tushmaydi. Alyuminiyni olamiz endi misol uchun va kislorod. Kislorod 2 valentli, alyuminiy 3 valentli. Kislorodda valentligi alyuminiyda yoniga indeks bo'lib tushadi. Alyuminiyda valentligi esa kislorodda yoniga indeks bo'lib tushadi. Mana oksidlarimiz tuzilyapti. Azot elementini olib ko'raylik. Va kislorod. Kislorod 2 valentli, azot 4 valentli. 4 2 ga bo'lsa, 2 kislorod yoniga indeks bo'lib tushadi. Fosforni olamiz. Kislorod. Kislorod 2 valentli, fosfor 5 valentli. Kislorodda valentligi fosfor yoniga tushadi. Fosforda valentligi esa kislorod yoniga tushadi. Oltin gugurt olamiz va kislorod. Kislorod 2 valentli, oltin gugurt 6 valentligini olsak, 6 ni 2 ga bo'lamiz. 3 kislorod yoniga indeks bo'lib tushadi. Xlorda olamiz va kislorod. Kislorod 2 valentli, xlor 7 valentli. 2 xlor yoniga, xlorda valentligi kislorod yoniga indeks bo'lib tushadi. Shularga qarab elementlarni oksidlarni tuzishimiz mumkin. Oksidlarning nomlanishi: o'zgarmas valentlikka ega bo'lgan elementlarda element nomi gap oksid so'zi qo'shilib aytiladi. Misol uchun natriy elementini yozamiz va kislorod. Kislorod 2 valentli, natriy 1 valentli. Kislorodda valentligi natriy yoniga indeks bo'lib tushadi. O'qilishiga keladigan bo'lsak, natriy oksid. Magniyni olaylik. Magniy elementi, kislorod. Kislorod 2 valentli, magniyam 2 valentli. O'qilishi: magniy oksid. Alyuminiy elementini olamiz. Kislorod. Kislorod 2 valentli, alyuminiy 3 valentli. 2 kislorodda valentligi alyuminiy yoniga indeks bo'lib tushadi. Alyuminiyda valentligi esa kislorod yoniga indeks bo'lib tushadi. O'qilishiga keladigan bo'lsak, alyuminiy oksid. O'zgaruvchan valentlikka ega bo'lgan elementlarda element nomi valentligi oksid qo'shiladi. Shu shaklda yasaladi. Misol uchun azotni olaylik va kislorod. Kislorod 2 valentli, azot 1 valentli. Kislorodda valentligi azot yoniga indeks bo'lib tushadi. Azotda valentligi kislorod yoniga tushadi, bir yozilmaydi. O'qilishiga keladigan bo'lsak, azot 1 oksidi. Oltin gugurt olaylik va
kislorod ekvivalentli, oltin gugurt 4 valentli. 4'ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 kislorod ioniga indeks bo'lib tushadi. Oltin gugurt 4 oksidi bo'ladi. Fosforni oladigan bo'lsak va kislorod ekvivalentli, fosfor 5 valentli. 2 fosfor ioniga fosfor valentligi kislorod ioniga tushadi indeks bo'lib. Fosfor 5 oksidi bo'ladi. Xromni oladigan bo'lsak, kislorod 2 valentli, xrom 3 valentlisini olsak, kislorod valentligi xrom ioniga indeks bo'lib tushadi. Xromda valentligi kislorod ioniga indeks bo'lib tushadi. O'qilishi: xrom 3 oksidi bo'ladi. Misni oladigan bo'lsak va kislorod 2 valentli, mis 2 valentli. Mis 2 oksidi bo'ladi. Oltin gugurtni oladigan bo'lsak, kislorod 2 valentli, oltin gugurt 6 valentligini olsak, oltin 2 ga bo'lsa 3. Oltin gugurt 6 oksidi bo'ladi. Shunday shaklda boshqa elementlarni ham tuzishimiz mumkin. Oksidlarning turlari: tuz hosil qiluvchi oksidlar, tuz hosil qilmaydigan oksidlarga bo'linadi. Tuz hosil qiluvchi oksidlarga asosli oksidlar, kislotali oksidlar, amfoter oksidlari kiradi. Tuz hosil qilmaydigan oksidlarga befarq oksidlar, ya'ni indifferent oksidlar ham deyiladi. Qo'sh oksidlar, peroksidlar, superoksidlar tuz hosil qilmaydi. Oksidlar: asosli oksidlar: kaliy oksidi, natriy oksidi, kalsiy oksidi, mis 2 oksidi, bariy oksidi, litiy oksidi, magniy oksidi, temir 2 oksidi, strans 2 oksidi, marganes 3 oksidi. Kislotali oksidlarga oltin gugurt 4 oksidi, oltin gugurt 6 oksidi, karbonat angidrid gazi ham deyiladi, uglerod 4 oksidi, kremniy 4 oksidi, fosfor 5 oksidi, fosfor 3 oksidi, xlor 7 oksidi, azot 4 oksidi, xrom 6 oksidi, marganes 7 oksidi. Amfoter oksidlarga alyuminiy oksidi, rux oksidi, kalay 2 oksidi, qo'rg'oshin 2 oksidi, qo'rg'oshin 4 oksidi, xrom 3 oksidi, berilliy oksidi, temir 3 oksidi, marganes 4 oksidi. Savollarda tushadi. Rux oksidi bilan berilliy oksidiga ko'proq e'tibor berasizlar. Shu savollar adashtirib qo'yadi savollarda. Asosli oksidlarga deb yozib qo'yishinglar mumkin-da. Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Berilliy oksidi bu amfoter. Bariy oksidi esa asosli oksid. Befarq oksidlarga, ya'ni indifferent, tuz hosil qilmaydigan oksidlar ham deyiladi bular. Azot 2 oksidi, uglerod 2 oksidi, azot 1 oksidi, kremniy 2 oksidi, oltin gugurt 2 oksidlari tuz hosil qilmaydi. Oddiy oksidlar, ya'ni kalsiy oksidi, mis 2 oksidi, bariy oksidi, uglerod 4 oksidi, kremniy 4 oksidi, azot 4 oksidi, kalay 2 oksidi, qo'rg'oshin 2 oksidi, qo'rg'oshin 4 oksidi, oltin gugurt 6 oksidlari. Shundagi barcha elementlar oddiy oksidlarga kiradi, hammasi. Peroksidlarga natriy peroksid, vodorod peroksid, kaliy peroksid, bariy peroksid. Shularni yodlab olsanglar, tez savollarda qiynalmaysizlar. Superoksidlarga kaliy superoksid ko'rinishlari: qo'sh aralash oksidlar. Qo'rg'oshin qo'sh oksidi, qo'rg'oshin 2 oksidi bilan qo'rg'oshin 4 oksidi aralashmas ekan. Temir qo'sh oksidi,
Temir 3 oksidi bilan temir 2 oksidi aralashmasi. Marganez qo'sh oksidi. Marganez 3 oksidi bilan plus marganez 2 oksidi aralashmasi. Kobalt qo'sh oksidi. Kobalt 3 oksidi bilan kobalt 2 oksidi aralashmasi kobalt qo'sh oksidini hosil qiladi ekan. Asosli oksidlar suv bilan reaksiyaga kirishib, asos hosil qiluvchi yoki kislotalar yoki kislotali oksidlar bilan reaksiyaga kirishib, tuz hosil qiluvchi oksidlar asosli oksidlar deyiladi. Misol uchun kalliy oksidini olaylik. Plus suv berib ko'ramiz. Hosil bo'lyapti. Kalliy gidroksid. Kalliy oksidiga plus oltin gugurt 6 oksidini beramiz. Hosil bo'ladi. Bizda kalliy sulfat hosil bo'ladi. Tuz hosil qilyapti. Kislotali oksid. Kalliy oksidiga plus xlorid kislota beramiz. Kalliy xlor plus H2O. Kislotali oksidlar suv bilan ta'sirlashganda kislota hosil qiluvchi yoki asosli oksidlar va asoslar bilan reaksiyaga kirishib, tuz hosil qiluvchi oksidlar kislotali oksidlar deyiladi. Misol uchun oltin gugurt 6 oksidini olaylik. Plus suv beramiz. Sulfat kislota hosil bo'ladi. Endi asosli oksid ta'sir etkizib ko'ramiz shunga. Oltin gugurt 6 oksidiga plus natriy oksida ta'sir etkizsak hosil bo'ladi bizda natriy sulfat. Yana oltin gugurt 6 oksidiga plus natriy gidroksid ta'sir ettirsak natriy sulfat plus suv hosil bo'ladi. Amfoter oksidlar kislota bilan ham, ishqollar bilan ham reaksiyaga kirishib, tuz hosil qiluvchi oksidlar amfoter oksidlar deyiladi. Misol uchun berilliy oksidini plus xlorid kislota ta'sir ettirsak hosil bo'lyapti berilliy xlorid plus H2O. Rux oksidiga plus natriy gidrooksid ta'sir etkazadigan bo'lsak natriy 2ZNO2 plus suv hosil bo'ladi. Befarq oksidlar azot 2 oksidi, azot 1 oksidi, is gazi, kremniy 2 oksidi,
Oltin gugurt ikki oksidlari befarq oksidlar hisoblanadi. Bular tuz hosil qilmaydi. Qo'sh oksidlar ikkita oksidlar aralashmasidan iborat bo'ladi. Bularga marganez qo'sh oksidini misol qilishimiz mumkin. Buni tarkibi marganez 3 oksidi plus marganez 2 oksididan tashkil topgan. Qo'sh oksidi bu ham temir 3 oksidi plus temir 2 oksididan tashkil topgan. Shularga qo'sh oksidlar deyiladi. Peroksidlar: natriy peroksid, kaliy peroksid, magniy peroksid, kalsiy peroksid, vodorod peroksid. Superoksidlar: kaliy superoksid, natriy superoksid. Oksidlarning strukturasi. Misol uchun natriy oksidini olaylik. Natriy, yana bitta natriy, bitta kislorod. Bitta qo'l, bitta qo'l. Natriydan bitta valentli bo'lyapti, kislorod 2 valentli bo'lyapti. Kalsiy oksidini olamiz. Kalsiydan bitta, kisloroddan bitta. O'rtada ikkita bog'. Kislorodda 2 valentli bo'lyapti, kalsiy ham 2 valentli bo'lyapti. Alyuminiy oksidini ko'ramiz endi. Alyuminiy kislorod, bitta kislorod, bitta kislorod. Kisloroddan ikkita qo'l chiqyapti. Bundan ham ikkita qo'l chiqyapti. Alyuminiyda bittadan qo'l qoldi. Bunga bitta, bunga bitta. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Azot to'roksidi. Bitta kislorod, azot va kislorod. Kislorodda ikkita qo'li bor. Bunda kislorodda ham ikkita qo'li bor. Azotda 4 ta qo'l bo'ldi mana. Fosfor 5 oksidini ko'ramiz. Bitta fosfor, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta kislorod. Ikkita qo'l, bundan ikkita qo'l kislorodda, bu kisloroddan ikkita qo'l, bu kisloroddan ikkita qo'l. 4 ta qo'l bo'ldi fosforda. Bittadan qo'li qoldi ikkala fosforda. Bunda bitta chiqarasan, bunda bitta chiqarasan. Fosfor 5 oksidining strukturasi xuddi shunday bo'ladi. Oltin gugurt 6 oksidining strukturasi. Bitta kislorod, oltin gugurt, kislorod. Kislorodda ikkita qo'li bor. Bu kislorodda ham ikkita qo'li bor. Bunda ham ikkita. Oltin gugurt 6 valentli bo'ldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shunaqa qilib oksidlarning strukturasini tuzishimiz mumkin.